Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Topinaman qaydaman deydi-ku, men qarani ukalar. Eng qizig'i mana shu To'raqo'rg'ondan kirib ketsa bo'lardi shu yerga. Zakaz kesgan joyda. Kel o'sha To'raqo'rg'ondan yurmay, mana shu yerdan tekisma yo'llar yuradi, popdan yuruvdim. Dalalar orasidan chiqib ketdilar. Bu yo'llarni bilardim. Yerdan olib kirmasa kerak, qaniydi yuraverar ichida yursam. Shu yerdan kiryapti, 8 kilometr qoldi. Poyezd ham bu yerdan o'tyapti. Xudo xolasa. Ramazonda shuni zakazga bo'lsam, ba'zida malol keladi. Endi o'z ochgandan keyin boraylik desangiz. To'roqlarga borish kerak. Yo'lda probka boshlandi. O'zi o'tyapti poyezddan. Bay. Shu adashmasam. Bizlarda endi bilasizlar, dastavka xizmat, ustunovka xizmat, o'lchov xizmat, mutlaq, hammasi mutlaq bepul. Abdulhaydar o'zilarida eng qiziq narx-navo ham ideal holatda. Narx-navo ham вообще cho'tki holatda. Qay bilan bo'lsam klientlarimizni solishtiramiz, narx-navo arzon, keyin sifati ham yaxshi ekan. Hep xursandchilar bilan olib chiqib ketishyapti. Darvozalarimiz sog' bo'linglar, charchamani kuzatishda davom etasizlar, davom etamiz.